伟大的中国共产党万岁！ That I'm proud to be an American, wearing these stars I'm free. Dunyo tartibi kuchlari muvozanati o'zgarmoqda. Bu nimadan darak? Assalomu alaykum. Tarixiy nuqtai nazardan kuchlar muvozanatida sezilarli o'zgarish yuz berayotgan chog'da urush ehtimoli ortishi mumkin. Dunyo hozir mana shunday pallada turibdi. Hozirgi davr va yaqin kelajak dunyodagi kuchlar muvozanatining o'zgarishi nuqtai nazaridan tez-tez muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga katta urush ehtimoli ham tobora ko'proq tilga olinmoqda. Tarixda dunyo tartibi va kuchlari muvozanatida sezilarli o'zgarishlar ko'p marta yuz bergan bo'lsa-da, hozirgi vaziyat misli ko'rilmagan darajada. Zero ilk bor kuchlar muvozanatidagi katta o'zgarish butun dunyoni yo'q qilishi qudratiga ega ommaviy qirg'in qurollari mavjud bo'lgan sharoitda ro'y berishi mumkin. Shu bois agar kuchlar muvozanatidagi kutilayotgan evrilish hal qiluvchi bosqichga yetsa, vaziyatni nazorat qilish va boshqarish orqali urush, ayniqsa katta va halokatli urush ehtimolining oldini olish nihoyatda muhim bo'lib qoladi. Endi bu masalani chuqurroq ko'rib chiqish uchun bir qancha savollarga javob berish kerak bo'ladi. Dunyoda kuchlar muvozanatida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Mazkur sharoitda urush kelib chiqish ehtimoli mavjudmi? Bunday paytlarda katta urush ehtimoli ortadi, chunki yirik raqobatdosh tomonlar kuchlar muvozanatidagi o'zgarishlarni tezlashtirish yoki to'xtatishga intiladi. Bunday davrda taranglik va shubhalar keskin ko'payadi. Bu esa o'z navbatida urush ehtimolini oshiradi. 19-asrda Britaniya dunyoning yetakchi davlati edi, ammo 20-asrning birinchi yarmida bunga boshqa tez rivojlanayotgan va shuhratparast kuchlar, xususan Germaniya qarshi chiqdi va bu davrda ikkita jahon urushi sodir bo'ldi. Biroq diplomatiya va tinchlikka intilish orqali kelgusida katta urushlar ehtimolining oldini olish mumkin. 1990-yillarda Sovet ittifoqining parchalanib ketishini qat'iy ma'noda kuchlar muvozanatidagi o'zgarish deb atab bo'lmasa-da, bu jahon siyosiy maydonida juda katta o'zgarish edi. Buni Germaniyaning birlashuvi bilan bir qatorda bir tomonda Gorbachov boshchiligidagi Sovet rahbarlarining tinchlikka intilishi, boshqa tomonda esa bir qator yuqori martabali g'arb diplomatlari tufayli butunlay tinch yo'l bilan amalga oshirish mumkin bo'ldi. Hozir esa dunyodagi kuchlar muvozanatida juda katta muhim o'zgarishlar yuz bermoqda. Buni bir qancha darajada kuzatish mumkin. Bir qarashda buni G'arbdan Osiyoga siljish sifatida ko'rish mumkin bo'lsa-da, ko'pincha mazkur mavzu AQShdan Xitoyga o'tish nuqtai nazaridan tilga olinadi. Ba'zi tahlilchilar kuchlar muvozanatining NATO davlatlaridan BRICS a'zolariga o'tishi haqida ham gapirmoqda. Bu borada aniq bir narsa deyish qiyin, ammo bu taxminlar orqali sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqea hodisalar haqida tasavvur hosil qilish mumkin. Bunday o'zgarishning muhim jihatlari nimalardan iborat? Bunday o'zgarishlar ko'pincha ikki yo'nalishda iqtisodiy va harbiy jihatdan muhokama qilinmoqda. Biroq yana bir muhim jihatlar ham mavjud. Jumladan diplomatiya, boshqa mamlakatlarning do'stligi va xayrixohligi, yumshoq kuch, demokratiya, ommaviy axborot vositalari ta'siri va hokazolar. Harbiy muvozanat qanday o'zgarmoqda? AQSh o'zining ulkan harbiy budjeti va eng halokatli qurollarining katta zaxiralari tufayli yetakchi harbiy kuch hisoblanadi. Biroq korrupsiya bu ulkan budjetning sezilarli qismini yemirib yubormoqda va AQSh, Vyetnam hamda Afg'oniston mahalliy aholisining matonati qarshiligi tufayli urushlarda g'alaba qozona olmadi. Xitoy esa tez sur'atlarda rivojlanayotgan sanoat iqtisodiyoti resurslariga mos keladigan ulkan qurolli kuchlar tizimiga ega. Ikkala davlatda ham yirik yadro qurollari mavjud, ammo AQShning yadro qurollari soni bir necha barobar ko'p. AQSh Xitoyni Osiyo ittifoqchilari va Avstraliya yordamida qurshab olishga harakat qildi, ammo yalpi urush ehtimoli tug'ilganda bu ittifoqchilar harakat qilishni
paysalga solishi mumkin. AQSh qog'ozda ancha-muncha harbiy ustunlikka ega bo'lsa-da, Xitoyga uzoq masofadan hujum qilgan taqdirda qiyinchilikka duch kelishi muqarrar. O'zining xavfsiz geografik joylashuvida AQSh yadroviy bo'lmagan urushda Xitoyning yoki boshqa davlatning bostirib kirishi ehtimolidan qo'rqmaydi. Umuman olganda, eng oqilona taklif bu ikkala davlatdan ham urushdan butunlay voz kechishni so'rashdir. Bu davlatlar o'rtasidagi o'ta halokatli urush ikkalasini ham o'sha darajada zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Natijada boshqa o'yinchilar ularni maydondan chiqarib yuborishi hech gap emas. Zero 1914-1944-yillarda Britaniya ham, Germaniya ham o'zaro urushlar tufayli juda zaiflashdi. Bu esa AQShning birinchi raqamli kuch sifatida maydonga chiqishi uchun zamin tayyorladi. Iqtisodiy kuchning o'zgarayotgan muvozanati nimadan iborat? Yuqori o'sish sur'ati tufayli Xitoy yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha AQShdan o'zib ketdi va hozirda eng yirik sanoat kuchiga aylandi. AQShda esa yuqori qarzlar, byudjet va savdo taqchilligi xavotirli darajada oshib ketdi. Ushbu omillar va dollar hukmronligidan mas'uliyatsiz tajovuzkorona foydalanish natijasida AQSh valyutasining dunyodagi yetakchi zaxira pul birligi sifatidagi mavqeiga jiddiy putur yetdi. Ba'zi kuzatuvchilarning fikricha, endilikda Xitoy valyutasi asta-sekinlik bilan jahon zaxira valyutasi sifatida qabul qilina boshlanishi mumkin. AQSh esa bunga yo'l qo'ymaslikka va dollarni jahondagi kuchli mavqeini saqlab qolishga qat'iy qaror bergan. Shu bilan birga so'nggi paytlarda AQSh va Xitoy bir-birini to'ldiruvchi rollarni qabul qilishdan tezda uzoqlashib, savdo-iqtisodiy masalalarda tobora dushmanlashib bormoqda. Bu voqelikni yaqinda bo'lib o'tgan tarixiy urushda ham yaqqol ko'rish mumkin. Harbiy va iqtisodiy kuchlar o'rtasida nomutanosiblik yuzaga kelmoqdami va buning oqibatlari qanday bo'lishi mumkin? Uzoq vaqt davomida AQSh iqtisodiy jihatdan ham, harbiy jihatdan ham shubhasiz yetakchi davlat bo'lib keldi. U hamon yetakchi harbiy kuch bo'lsa-da, endilikda uning iqtisodiy qudratiga putur yetdi va AQSh dollarining hukmronligi ham tahdid ostida qoldi. Bu esa AQShni ayniqsa to'plangan katta qarzlari, savdo va byudjet taqchilligi sharoitida yanada ko'proq tashvishga solmoqda. Mamlakat yetakchi harbiy kuch bo'lsa-yu iqtisodiy qudratda ortda qolsa, u o'zining harbiy qudratidan foydalanib, yana yetakchi iqtisodiy kuch sifatida qayta paydo bo'lishga intilishi muqarrar. Albatta, bu na oqilona, na xavfsiz. Biroq bunday vasvasa paydo bo'lishi mumkin va bunday nomutanosiblik xavfli vaziyatni yuzaga chiqarishi aniq. Axloqiy nuqtai nazardan qaysi tomon afzalroq va biz kimning tarafida turishimiz kerak? Har qanday taqqoslashda bo'lgani kabi, ikkala tomon ham o'zining ijobiy va salbiy jihatlariga ega. Biroq AQSh so'nggi 10 yilliklarda yetakchi imperialistik kuch bo'lib kelgan va o'zining butunlay oldini olish imkoni bor. O'ylamasdan qilingan tugamaydigan urushlari tufayli millionlab odamlarni o'limiga sababchi bo'ldi. Boshqa tarafdan Xitoy ham bir qator vaziyatlarda o'ta axloqsiz, g'ayri insoniy ishlarga qo'l urgan. Uyg'urlarga qilingan va qilinayotgan zulmlar bunga dalil. Demak, bu yerda muhimi kim yaxshiroq ekanligi haqida cheksiz munozaralar asosida biror tomonni yoqlab chiqish emas, balki barcha bahsli masalalarni tinch yo'l bilan hal etish imkoniyatini yuzaga chiqarishga harakat qilish va shu orqali urushdan qochish ehtimollarini ko'paytirishdir. Biz u yoki bu tomonni yoqlab chiqishimiz emas, balki jahon ishlarida hukmronlik qilishga urinayotgan har qanday alohida mamlakatning butun g'oyasiga qarshi gapirish, lozim bo'lganda esa qarshi turish yo'llarini topishimiz kerak.
Azon global tahlillarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.